Assalomu alaykum. Bugun Telegram adresga reklama yoqishni o'rganamiz siz bilan. Bir necha marta yozdim videoni, bittasida mikrofon yozmay qoldi, bittasida telefon bo'lib qoldi. Uzilib qoldi. Demak, Telegram anaqa kiramiz. Google ga kirib, adres Telegram Oren akkaunt deb qidiramiz. Qarang, birinchi chiqmaydi. Boshqa kanallar reklamasi chiqib qolishi mumkin. Pastroqda Afisani saytiga kiramiz. Menda hozir akkaunt bor edi, uni chiqib ketib ko'rsataman sizga. Chiqib ketmish, kirsangiz mana shunaqa chiqadi sizda, chunki kirmagan bo'lasiz. Log on to startda bosamizda nomer yozamiz. 199 Telegram nomeri yozasiz, shatayotgan nomeringizni next bosasiz. Kod bormaydi hech qanaqa. Prosta Telegramga tasdiqlash boradi. Tasdiqlaysizmi deb boradi. Kirsangiz mana Telegram tasdiqlash kelgan. Confirm deb bosasiz, tasdiqlanadi akkaunt. Birdaniga kirib ketadi akkauntga. Bo'lmasa agar to'ldirish chiqsa, agar ism, familiya, emailda kirgizish bo'lsa, uni ham kirgizasiz. Agar chiqsa sizda. Create reklama yoqishga o'tamiz endi. Create a new ad bosamiz. O'sha tugmani bu yerga reklama nomini qo'yasiz. Har doim o'zingiz bilgandek. Reklama 1 deb qo'yamiz. Faqat sizga ko'rinadi, bilasiz buni. Bu yerga reklama tekst yozasiz. Men buni boya ko'chirib qo'ygandim, adashmasam. Mana tayyorlab qo'ygandim. Orasi anaqa yangi qator bo'lmashi kerak, davom etishi kerak shunaqa. Qoidalari bor o'ziga yarasha. Shunaqa men yozganda yozasiz. Bo'lmasa anaqa qizil bo'lib qoladi. Ochiq bo'lsa oralar, nima deydi? Abzas tashlab yozgan bo'lsa. Undan keyin qaysi kanalda reklama qilmoqchisiz? O'zingiz Telegram kanalingizni linkini nusxa olasiz. Birinchisiga qo'yasiz mana shu yerga. Mana Show Pictures deb bossangiz agar rasmi ko'rinadi. Olib qo'ysangiz ham rasmi ko'rmasa ham bo'ladi. Bu yerga endi reklama video, reklama rasm qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz rasm qo'yishingiz mumkin. Biror rasm qo'yishingiz mumkin. Agar keyin rasm formati o'sha YouTube formatida bo'lishi kerak yoki video qo'ysangiz bo'ladi. Videoning sharti 20 megabaytdan oshmashi kerak. Daqiqasi 1 daqiqacha bo'lsa, 5 soniyada 1 daqiqacha bo'ladi. Men buni tayyorlab qo'ygandim. Videoni endi keyingisi har bir mingta ko'rgan odam uchun qancha ton to'laysiz deyapti. Bu yerda tonda bo'ladi savdo, tonda to'laysiz. Har bittasi uchun har mingta odam uchun misol uchun 0.50 deymizmi? 10 deymizmi? Farqi yo'q, o'zingizga qarab qo'yaverasiz. Keyingisi umumiy byudjet qancha bermoqchisiz deyapti. Umumiy byudjet 5 ta ton deb beramizmi? Farqi yo'q. O'zingiz qarab berasiz. 5 ton berdim men. Keyin mana keyingisi mana 1 2 3 4 turibdi. Bu har bitta odam necha martadan ko'rsin deyapti. Hozir 2 marta, hozir 3 marta qilib qo'yasiz. Aktiv holatga qo'yib qo'yasiz. Keyin mana run this and securely deb bossangiz reklama qaysi vaqtda chiqishini bittadan belgilasangiz bo'ladi. Shunaqa qilib hozir belgilamaysiz. Keyingisi mana reklamangiz chiqishi kanaldagida. Shunaqa chiqadi. Videosi, teksti, kanali, botda chiqishi, keyin qidiruvda chiqishi, qidirayotganda tepada reklama chiqadi-yu. Chiqishi. Endi bu yerga mana qaysi kanalni ko'rsatmoqchisiz reklama. Любой kanalni ko'rsatsangiz bo'ladi. Любой konkurensiya bo'lgan sizga raqobatchi bo'lgan kanallarni ko'rsatsangiz bo'ladi. Afzalligi shunda mana Uzum Market sizga raqobatchi bo'lsa, Uzum Market 168 ming obunachisi bor ekan. Farqi yo'q, qancha obunachisi bo'lsa ham. Любой kanalga odam anaqa kam byudjet bilan ko'rsatsangiz bo'ladi. Enterda bossak mana Uzum Market kirdi. 1000 tadan oshiq kanalga ko'rsatsangiz bo'ladi.
faqat kanallarni shunaqa linkini olib qo'yib chiqasiz. Mana Yandex Marketgina olasiz. Shu o'zingiz qidirib topasiz-da, o'sha sizga konkurensiya, sizni auditoriyangiz qaysi kanalda o'tirishini. Buni ham bosasiz, mana Yandex Market kirdi. Shunaqa kirgizaverasiz. Keyingisi mana sifatli mahsulotlar, mana shunaqa saytlardan link olib sotadigan konkurensiyangiz bo'lsa agar, shu raqobatchingizni kanalda chiqish uchun shu kanalda linkini olasizda, shu yoqqa qo'yasiz. Enter'ni bosasiz. Mana joylashdi. Qo'yaverasiz, mana shunaqa kanallarni qo'yaverasiz, enter bossangiz chiqadi. Keyingisi mana foydalanish shartlariga roziman deysiz va create ad deb bosasiz. Keyin reklama ishga tushadi. Agar tasdiqlagandan keyin anaqa Telegramda anaqalar tasdiqlasa reklama ishga tushadi. Faqat menda hozir ton yo'q. Ton bo'lsa agar sizda ton sotib olishingiz kerak. Toningiz bo'lsa reklamani bemalol ishga tushiraverasiz. Qo'shimcha savollar bo'lsa o'zi yozaverasiz. Qo'ldan kelgancha javob beraman.